Shalom do'stlar, yana men sizlar bilan qiziqish o'zbek tilida. Bugun do'stlar, Minecraft haqida qiziqamiz. Ya'ni orqamda turgan ikkita bug va konsert summagasert. Hop, bugun do'stlar shularni obzor qilamiz. Buni bir ukamiz quribdilar. Qani, let's go. Mana do'stlar, birinchi uy. Wow. Yaxshi. Bu do'stlar 3 4 5 6 7 8 8 azisim 8 g'ishlari u Yo'q-a? Muqotilni İşte sunduqlarda menimce. Mayli. Varsaktan o yaxshi. Buyog'i yo'lak. Taran. Muqotilni va u qattap deyiladi. Sonra sigara. Endi ikkinchi uy obzor. Shu aytdilar, 2 qavat mana g'ish bilan qoplangan ekan. Sizdan faqat meni bizordan uzr. Halomat kompyuterlardan bizdan nima bizdan bilmayman. İki qavat ana. 2 qavat ekan. Hatto shu bitta nomorga. Yaxshi. Keyin qanaqa qilishsan deyaptilar. Wow. Hazırlasın. Hop. Bu yo'g'i ekinxona ekan. Qanday o'tirib bilmayman. Axlat tashlaman. Tashlaga. Axlatxona ekan. 4 darajalar ekan. Hop. Mana nihoyat. Bankni obzor qilamiz. Buni aytmadilar. Inini ham bu ham aytmadilar. Aytdilar kecha chiroqlar ekan. Obzor. Wow. Hozir bismillah deb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hadi nima ekan? Qurol bilan kirish mumkin emas. Qurol tashlab ketilar kerak. O. Vega axlatxona shekilli axlatxona. Mana mayda turadi. Ketdi, mana chiqdi. U mana bankxona. U yo'qdan teshib borka. Va qani bunisi. Oh my god. Wow. Buyoqda nima bo'lgan mana nima ekan? Har baqa igidega. One kırslon bu bile. O kilo bu ne kadar hoş gelan farklı. İyi zaten. Hani ne mekan da bana burada. İşte. Erkek. Ayol. Какой erkek? Çıkacağız. Orada konu kan ya.
var. Hojatxonaga uzr do'stlar, men chaqirib qolishdi. Ovqat yesam deyishdi. Bu yashar o'tkazasizlar bu ayol bismillah. Qiyiq Qur'on aka hozir do'stlar. Hozir mana do'stlar yozikni o'zbek tiliga o'rib oldik. Hop mana. Mana-da. Ya'ni men anaqatdim, nima qisqartirib video olamman. Ana. Salom menga Delidan bering. Hop bo'ladi. Nima qildim? Turdim. Mana. Ana tushuntingmi bu? Bermuş. Hozir. Ayda keyingi videolarda ko'rishamiz. Deb eslashaman. Dur olamiz. Do'stlar, keyingi videolarda albatta men qurolni olmay. Keyingi videolarda shu yerni obzor qilamiz. Xayrli ishlar.